Tövəndə diqqətinizə Şunqar kabi çağla namlıq çatma əsərinin 3-cü qismini təqdim qılıman. Şunqar kabi çağla 3-cü qismi. Ali məktəb həyatımni əslisəm, bana köç və ilham bergen, studentlik həyatımni beyitqan oquvchilar birləşməsini, ular elib bağan fəaliyyətlərini həm də bu fəaliyyətlərin vücudqa çıxışıda can pidalıq bilan işləgən kişilərni əsləməy turalmayman. Universitetə kelib birinci mövsümdə ədəbiyyatqa bolğan dəstləbki həvəsim tüpəyli G'ayrat və Savudcanның dalalati bilan birləşmə qaramağıdakı Tangritaq ijodiyat uyushmasiga a'zo bo'ldim. Uyushmaning mas'ullari Korlidan kelgan, bo'yi uzun kelgan Adabiyat fakultetining o'quvchisi Asqar Yasin bilan G'o'ljidan kelgan yarashimliq burti bor Qonun fakultetining o'quvchisi Tursinjon Hashim edi. Shu mazgillarda uyushmaning yig'iniga bir necha qatim qatnashganim esimda. Tunji o'qish yilining 2-chi mavsum bahor oylarining birida Eglik boshqarish fakultetimiz o'quvchilar uyushmasi uyushma raisi Kalpindan kelgan İbrahimning tashkillashi bilan fakultetimizda nutq so'zlash musobaqasi o'tkazdi. Men bu musobaqada chempion bo'ldim va maktab bo'yicha o'tkaziladigan nutq so'zlash musobaqasiga fakultetimizga vakolatan qatnashishga belgilandim. Musobaqa may oyining 5'ida o'tkazilmoqchi edi. Musobaqaga oz qolganda fakultetning yetakchisi mening nima to'g'risida nutq so'zlaydiganligimni so'rashdi qilib, sinfga izlab kiribdi. Siyosiy tuzilma islohoti to'g'risida dedim uningga va qisqacha mazmunini xitoychada aplab-saplab yomzilab tushundirdim. Shuning bilan nima so'zlamoqchi bo'lganimni fakultet tasdiqlagan bo'ldi. Maktab bo'yicha o'tkazilgan musobaqaning baholag'uvchilari cho'ng ziyoli va mutaxassislardan tarkib topgan bo'lib, ular baholash o'lchamlari bo'yicha nomer qo'yib qolmasdan balki yana anglag'uvchilarning chavoqlariga ahamiyat bersa kerak. Siyosiy tuzilma islohoti haqida so'zlagan nutqim iqtisod kasbida o'qigan bolalarga tushunishlik bo'lgani bilan boshqalarga tushuniksiz, to'liq abstrakt tuyuldimi va yoki kostyum burib kiyib chiqishning o'rniga o'rmonliqdek bob o'sib ketgan budur chechim bilan kiyib chiqqan shu zamonlarda janubda moda serq shim pashmatning kishilarning ko'ziga sig'maganligidan aytavur, ovozimning yangroqligi, so'zimning ravonligiga baxmay, darajalik mukofotga erisholmay, ilhomlantirish mukofotiga erishdim. Tarix fakultetiga otishdan 1985-yili o'qishga kelgan Varis Uyg'ur ma'rifining navbatdagi ahvoli temasida so'z qilib ko'p olqishga erishdi. Shu yigit 2-chi darajaga erishdi. Keyin bu yigit Turkiyaga o'qishga ketib o'ltiraqlashib qoldi bo'lg'ay. Esimda qilishicha, natijaga erishganlarning hammasi xalqimiz ko'ngil bo'ladigan masalalar haqida so'zlagan bo'lib, yuqori yillikning o'quvchilari edi. Demak, ikki ishtanni burun yitqanning foydasi ko'p ekan. U vaqtdagi birlashmaning raisi Charchandan kelgan Erkin Rozi ham advokat, ham adabiy axborotchi bo'lib, maktab ichida o'quvchilarning ruhiy kayfiyati ko'tarangi, qiziqish doirasi keng, shuningga mos holda faoliyatlar mo'l edi. O'quvchilar birlashmasi Korlidan kelgan Budur Chashliq Tursinjon, Xotandan kelgan G'olib Muhammad qatorli qobiliyatli o'quvchi kadrlarning qo'l selib ishlashi bilan har xil faoliyatlarni olib boratdi. Masalan, birlashma qarorlik holda danglik olimlarni, chet ellarda o'qib kirganlarni leksiya so'zlab berishga taklif qildi. Hamda Navro'z bayramimizni muboraklab, o'quvchilarni tashkillab faoliyatlarni olib boratdi. Mundaq faoliyatlarni olib berishning foydasi ko'p taraflamalikka ega edi. Birinchidan, u maktabda qizg'in o'g'inish muhitini paydo qiladi. Ikkinchidan, bir turkum talantli, qobil bolalarning bayqilishiga fursat yaratib beradi. Boshqalar ularni o'g'inish ulgisi qiladi. Uchinchidan, o'quvchilarning uyushchanligini oshirib, ularning kelgusiga umid bag'ishlaydi. To'rtinchidan, jamiyatda yaxshi ta'sir paydo qilib, maktabning inovati va hurmatini oshiradi.
Men 2-nji ýyllyk çykganda, ýani 1990-njy ýyly mekdepde fakultetler ara munazara musabaqasy kızgın qara deyip ketdi. Bizning fakultetga vakolatan yuqori yillikdan İbrahim baş munazaraçı. Men ve mening sabaqtışım Qağılıqdan kelgan Adil Mahmud yardımçı munazaraçı bolup, Coğrafiya fakultetinin komandası bilen şularning fakultetinin çoğun zalida munazaraga düşdük. Biz yaqılaydigan köz qarash kollektiv menfaat şahsiy menfaatdan üstün turdi bolsa, qarshi tarafning dal uning aksi edi. Munazara intayin şiddetli kelip berildi. İbrahimning 2-nji Dünya urushida mag'lub bo'lgan Yaponlarning dahi rohi, yani kollektivizmlik Yamamoto rohining kuchi bilan dunyoda iqtisodiy kuchlik taraqqiy topgan davlatga aylanganligini jonliq misollar, statistik ma'lumotlar bilan dalillishi, Adilning va mening qarshi tarafning munozirachilarining bayonlaridagi xato ko'z qarashlar va ziddiyatlarni ko'z tutib, ularning nazariyasini og'dirishga urinishimizga baxmay, munozara oxirida intayin tuvan bo'lgan nomor farqi bilan qarshi tarafga o'tirib qo'ydik. Qarshi tarafning bosh munozirachisi Ablat ismli 87-nji yillikda o'qiydigan G'o'ljidan kelgan bola bo'lib, ko'z qarashlarini ommabop usulda bayon qilib qolmay, bizning so'zlarimizga javob qaytarishga to'g'ri kelganda chaq-chaq bilanla chaqmoqdek javob yandirib, savoqdoshlarning kulki va chavaqligiga ko'prat erishdi. Biz munozirada yengilgandan keyin sababni o'zimizdan ko'may, musobaqaning Coğrafiya fakulteti o'tkazganligidan, ularning chavaq chaldigan o'quvchilarining ko'pligidan, anglag'uchilarning chavaqni biz sharhlagan nuqta nazardagi ilmiylik emas, balki qarshi tarafning chaqchaqlariga mas bo'lganligidan deb o'zimizga tasalli berishdik. Hatto dardni tang tatishib, sabdoshlik ro'yimizni namoyon qilishib, isni qo'yuq chiqarib, bir nechadan tamakimi chekib etishdik. Raqiblar tar yo'lda uchrashibdi deganidek, ardın birer yilcha vaqt o'tgandan keyinki maktab bo'yicha o'tkazilgan nutq so'zlash musobaqasida Ablat mening kuchli raqobatchim bo'lib, bu musobaqada o birinchilikni, men ikkinchilikni oldim. Ablat haqiqatan o'tkir, notiq bola ekan. Uning ko'zoynak taqab turib so'zlagan qiyofati hozirmi ko'z oldimda. Demak, u chaqlar oliy maktab hayotimiz ashundaq qizg'in edi. Erkin Ro'za apandi o'qish bitirib ketgandan keyin o'quvchilar birlashmasiga rais bo'lgan Anvarma tashkillash qobiliyati kuchli o'quvchi kadr bo'lib chiqdi. Uning yetakchiligida o'quvchilar birlashma faoliyatimiz burunqidek davomlashdi. Birlashmaning ijtimoiy amaliyot bo'limiga mas'ul bo'lgan matematika fakultetining a'lochi o'quvchisi G'o'ljidan kelgan Ilyar va Qarmaydan kelgan Asqar, Otishdan kelgan Abduqodir ham boshqa bo'limlarga mas'ul bo'lgan bolalardan, qonun fakultetining o'quvchilaridan, Urumchidan kelgan Nabi, Korildan kelgan Ezimjon, Aqsu Baydan kelgan mening saboqchim Tursunali, axborot kasbida o'qigan G'o'ljidan kelgan Nijat, Urumchidan kelgan fizika fakultetida o'qiydigan Mamatili, Qashqardan kelgan Eli Turoq, Otishdan kelgan siyosiy fakultetida o'qiydigan qizlar bo'limining mas'uli Gulnur va Urumchidan kelgan hozir Urumchi televiziyasida riyosatchilik qiladigan Elnur qatorliq o'quvchilarning o'rtaq kuch chiqarishi bilan har haftadagidek faoliyatlar olib beriladi. O'quvchi kadrlar talant o'quvchilarni bayqab, ular uchun o'z talantini joriy qildiradigan sahna hozirlaydi. Masalan, Qari shahardan kelgan siyosiy fakultetda o'qiydigan bir munozirchi bola bo'ladigan. U ko'z qarashini isbotlashda keltirgan dalilning o'qigan kitobining batlaridagi o'rnidan tortib dab beradigan. Tarix fakultetida o'qiydigan Xotandan kelgan G'ayratjon ismli qizg'in munozirchi yigit va Otishdan kelgan adabiyot o'qiydigan Nurmuhammad ismli bola bo'ladigan. Eg'ir besiq, ammo gapining to'g'ri bor. O'z talantini munozira maydonlarida, No'ro'z sahnalarida chaqnatib turadigan Odiljon Tuniyaz, Setivoldi Kerimga o'xshash so'yimlik yosh shoirlarimiz shu chaqdalar maktabda chang chiqarib, balalarning hurmat va sevgisini qo'zg'agan edi. Bu chaqlar ajoyib chaqlar edi. O'quvchilarda biz mushu zaminning egisi. Biz terishmasak, olg'a basmasak keynida qolamiz. Bu zaminning gulnishi bizga bog'liq deydigan qarash hukmron edi. No'ro'z faoliyatlarida marhum Abdushukur Muhammad Eminga o'xshash asrlik yetuk olimlarimizni taklif qilib so'zildatdik. Tursun Qurbon muallimga o'xshash hurmatga sazovor shoirlarni she'r o'qib berishga taklif qilatdik.
Mijit Xudobardiga o'xshash mutaxassis olimlarimizni nutq ham taklif qilatdik. Men o'g'inish bölümüge mas'ul bo'lgandan keyin bir tarafdan o'qish, fakultet o'quvchilar uyushmasini tutish, yana bir tarafdan inglizcha dars o'tish va butun kuchim bilan o'quvchilarning o'g'inishiga foydali muhit yaratish uchun muavinim Abduqodirning jampidonlik ko'rsatishi bilan bu xizmatni yaxshi ishlashga atlandim. Oldi bilan yangi qabul qilingan o'quvchilarga ularning vazifasining o'g'inish ekanligini, ota-onalarning millatning ulardan zo'r umid kutadiganligini samiga selib qo'yish uchun o'zim adabiy axborotlarimda yozgan biologiya fakultetining o'quvchisi Qashqardan kelgan Nijat eman. Hozir Avstraliyada o'ltiraqlashib qoldi. Fizika fakultetining Dilshod Evzulla hozir Angliyada o'ltiraqlashib qoldi. Bana mushunga o'xshash o'quvchilarni hamda qizlardan biologiya fakultetining munavvar o'quvchisi Urumchidan kelgan Fazilatni, ya'ni professor hozir shoir Odiljon Tunyozni va mushularga o'xshash a'lochi bolalarni yangi o'quvchilarga o'g'inish tajribasini so'zlab berishga taklif qildim. Ondan fakultetlar aro zehn sinash musobaqasi olib bordik. Abduqodir ikimiz nurg'un vaqt sarf qilib, maktabning kutubxonasini ko'tiri ilvog'idek bo'lib, har xil kitoblardan universal xarakterga ega savol chiqardik. Esimni qilishcha, musobaqada har bir komandaning a'zosi majburiy javob beradigan va shaxsda talishib javob beradigan qismlari bor edi. Javob berish fursatini qo'lga keltirish uchun ular kunib-kuni tiz besish kerak edi. Bu faoliyat bak qizib ketadi. Masalan, dunyodagi nüfus eng ko'p davlat qaysi degan savolga chet el tillari fakulteti komandasidan bir qiz Amerika deb javob berib, tomoshabinlarni kuldirib o'tgan edi. Bu qiz Amerika tushini bakli ko'rdigan qiz edi. Demak, savollarga javob to'lib berilsa, balalar bilim oladi. Xato javob berilsa, balalar ham kulib huzurlanadi. Ham riyosatchi bo'lgan men to'g'ri javobni aytib bergandan keyin tomoshabinlar o'zidan qanchalik biladiganini tansab ko'radi. Biz qilgan yana bir muhim xizmat har turli chet el tilli kursni echish bo'ldi. Bu vaqtda mazkur chatma asarning 2 qismini anglang. Nurg'un bolalar chet el tili o'rganishni bir xil vazifa sifatida emas, balki maktabda shu chaqda eqib yurgan moda sifatida qabul qilishgan edi. Mundaqcha aytganda, zibo qizning e'tibori bor edi. Biz bu kayfiyatni yanama yuqori pallaga ko'tarish uchun chet el fakultetiga dars o'tkazib kelgan 2 amerikalik o'qituvchini va Amerikada o'qib qaytib ketgan tarix fakultetining o'qituvchisi hurmatli Anvar muallimni baholash hay'atiga taklif qilib, qizlar oshxonasining ostidagi o'quvchilar faoliyat markazida chet el tillari bo'yicha nutq so'zlash musobaqasi olib bordik. Kaskin raqobat orqali Eglik boshqarish fakulteti 9-yillik 2-sinfning o'quvchisi Gulnur Yusuf chempion bo'ldi. Gulnur keyin Angliyada bilim oshirib qaytib ketdi. Hozir shu fakultetda professor. Shu jarayonlarni aslasam, Abduqodirning qo'shimsini turib jiddiy qiyofatda nomer hisoblayotgan samimiy va sevimli qiyofati ko'z oldimga keldi. Men uni yordamchilikka tanlab to'g'ri qilib ekanman. Keyin men 5-yillik chiqib aspirantlik tayyorlik qilganda, umuman menga ko'p hamdamdi bo'ldi. Ya'ni kursga tizimlatgan o'quvchilarni tizimlashdan tortib, kursning ravon va o'ngishli menishigacha jon ko'ydirib ishladi. Men imtihonni berib bo'lgandan keyin bo'limimizning xizmatini yana bir baldaq yuqori ko'tardik. Ya'ni Dilshod Evzullani taklif qilib, universitetdan va jamiyatdan o'quvchi qabul qilib, Uyg'ur tilida so'zlanadigan tunji kompyuter bilan tarbiyalash kursini o'rnashtirdik. Hozirgi Uyg'ur softining quruvchisi Olim Ahad ana shu biz uyushtirgan kursning birinchi turkumdagi o'quvchisidir. Bugun men uning muvaffaqiyatini ko'rganimda ham uning bilan faxrlanaman, ham ayni chaqda chekkan jafolarimizning arduq chiqqandek his qilaman. Ham shu kursda yuz bergan bunu ishni o'ylab kulib ketaman. Men bu tunji kursni Jug'rofiya fakultetining sinib ilib ochgan bo'lib, dars boshlangan kuni Dilshod kunimki taxti haqida so'zladi. Mening odatda kurs boshlanganda dastlabki soatlarda tashkillash, yetakchilik qilish, o'qituvchi bilan o'quvchining rishtini bog'lash nuqtasidan sinfda ular bilan birga dars anglaydigan odatim bor edi. Qarasam, Dilshod kunimkining kopiya qilingan nusxasidan 10 tal elib keldi. Kallamdan bir o'y kechdi. Mushni setib baqsaq o'quvchilar olammi? O'yimni sinab baqqum keldi va dars oxirlashi bilan bolalarga qarab, "Sizlar hozir ko'rgan kunubkining nusxasi mushu" dedim men ko'chirilgan bir varaq qog'ozni egiz ko'tirib. Bahasi 3 yuan, soni cheklik. Oladiganlar yana chaqqan kelinglar. Shundaq deyishim bilan uni o't ketdi. Ayni chaqda 3 yuanga bir taqsir lag'man keladi. Albatta, pulni o'quvchilar birlashmasiga topshiradigan gap.
Mening yanchig'imga tushmaydi. Onu setib alolmaganlar mening onu kelar qetim elib kelishimni tapilashdi. Bundan hayron bo'lgan Dilshod Evzullah. Sen ras ağaçlık ekansan juma 2 mo'changa yaramaydigan narsani 3 jamdan sota olading deb ketdi. Demak, ehtiyojli bar yerda qimmat yaratqali bo'ldi. Gerçi men iqtisod, eglik boshqarish o'qigan bo'lsam-mu, bir qatim savdo tijorat haqida astoydil o'ylanib ish qilib boqmabdiman. Bu vaqtda ayrim to'xtalgan bor. Men ana shundoq yolqinliq yillarda, ya'ni buyuk g'oyalarga, romantik hislarga, tugamas ishonch va jasoratga, shundaqla aldirashchilikqa to'lgan oliy maktab hayotimning oxirgi yillarida nurg'un sevimli o'quvchilar bilan tanishish, hatto ba'zilarning ota-onasi bilan ko'rishish, buyuk Tangritog'ning har qaysi joylaridan kelgan har kasbdagi bolalar bilan do'stlashishdak odamga ko'p nisb bo'lmaydigan hissiyot, sevgi va muhabbat, so'yish va so'yilish, asrash va hurmatlanish ichida eglik boshqarish fakultetining iqtisod fanlari bo'yicha magistrlikka o'tgan tunji Uyg'ur o'quvchi bo'lib, shu yili o'qish bitirib ketib qolgan Uyultashdek ijil saboqdoshlarim va boshqa kasbdagi do'stlarimga qiymay ko'z yeshi ichida yangi hayot musofamni boshladim. Mening chet eldagi hayotimda ashu tatliq ko'rinishlar ko'z oldimdan nurg'un qitim o'tdi. Shundaq chog'larda ashu qaynam tashqinlik hayotimni seg'inaman. Menga kuch va jasorat bergan, billa o'qigan, billa xizmat qilgan do'st, yaranlarimni yod etaman. Hamda ularning tiniga saqliq, ailasiga xotirjamlik va yaxshi kunlar tilayman. O'zi tirishchan, munavvar shoira qarindishimiz Risolat bilan billa Urumchida inglizcha o'rgangan bo'y turqi, gap so'zi, mingishlari men quyib qo'ygandek o'xshaydigan enim ketib kimlarningdir Urumchining ko'chalarida o'ziga zangsilab qarab ketganligini, ba'zilarning "Voy, Qaysar muallimi bu" va yoki "Qaysar qachon qaytib kelding?" va yoki "Siz Qaysar mechitining tuqquni bulamsiz" deb so'raydiganliklarini va ularga tushuncha bergandan keyin ularning mening ahvolimni so'rab salom aytishganliklarini deb turdi. Demak, ular ashu yaxshiliklari bilan, ashu salomlar bilan mening esimda mangu qoladi va qalbimga o'rnaydi. Bu yerda men ashu sevimli va hurmatli kishilarga ham ko'p tashakkur bildiraman. Baxit sizlarga yor bo'lsin qarindoshlarim. Unutmaganlar unutilmaydi. 2013-yili 3 noyabr yozildi ham to'g'ri shu kuni e'lon qilindi.